Ha, o'zbeklarda shu pashmay degan bir halva sifat bir shirinlik bor. Shu akam 30 yildan beri piyoda yurib sotadilar. Pashmak. Mana ochyaptilar. 50 yil deyishdi. Ha 50 yilmi? Ha 50 yildan ekan, 50 yildan beri. Pashmak mana shuni endi hunarini o'rganadiganlar sekin-sekin bizni diyorlarda kamayib ketyapti, qolmayapti. Qani pashmak ezib tamayga qo'yingchi. Mana shuni otini mana pashmak deyishardi. Uqalanib ketadi endi yeganimizda mana ajoyib bir shirin narsa. Oh. Mana shu odam 50 yildan beri sotadilar. Otingizni aytib yuboring aka. Husanboy aka, qatlisiz? Salendan. Ha? Salendan. Salen nimadan aka? O'zimiz Salendan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling iloyim. Pashmalarni olib necha yil xalq foydalandi. Qilganlarga ham, yeganlarga ham Alloh baraka bersin. Amin.